parrandani Loro piano turida brollerga joy qilamiz. Pochka reykalar olib kelyapmiz. Dunyoni pulini ishlatyapman. Qoplaydimi ish qilib, ha? O'zimga ham rosa qiziq. Zo'r biznes deyshadi, eplasa agar. Endi joyda zo'r qilib yasaymiz, akkuratna qilib, bir sutkalik jo'jalarni olib kelamiz. Men qilaman tajriba, sizlar bilan bo'lishaman. Keyin qayerga sotish kerak bu? Yetishtirib bo'lgandan keyin, bo'ldi, yetishtiradigan deylik. Qayerga sotish kerak? Shuni ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Oldin qilayotgan narsa olaylik. Loro pianolarga ketdik. Voy joy. Rostdan ham nozik tema bu. Bir sutkalik jo'jani olib kelib, bu oqib o'zi bir 20 kun 25 kun tayyor bo'lar ekan o'zi. Vaqti imkoni yo'q o'zi, joy yetishmayapti menda o'zi. Lekin bitta yo'lini topdim. O'ylanaverib bundalarni qonab ketdi. Buning qonab ketgandan keyin yechim bo'ldi. Hazil albatta. Qarachi, joyda o'zi yo'q. Bedanalar bor, bu yerda o'rdalar. Mana shu oxirida ustiga qilmoqchiman. Eniga 1,5 qilib, uzunasini 10 metr qilib, o'ylanaverib tushlarimga kelib chiqdi. Imkonsiz bo'lgan joydan samarali foydalanib, nasib bo'lsa soqa qilamiz. Imkon bo'lsa agar qilamanmi, qilarmayman bilmayman. Sabablarni qilaveramiz. O'xshab ketsa, lekin o'xshab ketadi. Xudo xolasa. 7 marta emas, 70 marta o'lchadim. 70 marta o'ylandim, bir marta vaqt kesishim kerak. Nasib bo'lsa boshladik bo'lmasa. Doimgidek birinchi uborkadan boshlab olamiz. Juda ko'pchilik savol beradi. Sassiz ketadi bizga, qanaqa nima qilasiz? 3 kun, bo'lmasa 2 kunda bir doim tozalayman. Har 2-3 kunda tozalayman. 1 gram hidi yo'q. Shpataldan olib qiraman. Sizlarga ham shu savet. Sassimaslik uchun oldin olish kerak bo'lsa, barcha loy bo'lib yotadi. 1,5 metr qilib taxlab oldik. Menimcha o'ylayapmanki, orasi katta ochilib qolmadimi ekan deb o'ylayapman. Endi bu o'lgurlar 1,5 kilo bo'lsa, kamida 150 kilo, 200 kilo yutib turadi endi. Kallam qotdi shunga. Orasini 80, har bittasini 80 to'g'rirdim. Alday salomon. Tepalarni qatirib olsak, haqqali nimadir ko'rinadi. Fazilat qatirib olaylik-da birinchi. Hamma yo'q razmerlar bilan bo'lsa, akkuratna chiqadi-da. Masalan, avvallab qo'ydik. Endi esa buni yog'ochlarini ko'tarib olsak, katta ehtimol video 2 ga bo'linadi yana, sababi penoplast bilan yopmoqchiman yonini. Issiqroq ushlash kerak ekan. Eshitishim bo'yicha bu brollerlar juda nozik ekan. Shuning uchun ham Loro piano degandim bularda.